Hayajonli va haqiqiy qo'rquvni his qilmoqchi bo'lsangiz, Parij katakombalariga boring. Bu shahar ostida joylashgan yer osti yo'laklari. Ular Parijning o'zidan oldin paydo bo'lgan. Ya'ni shahar o'rnida ohak tosh koni bo'lgan. Ohak toshlar shaharning mashhur binolarini qurish uchun ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan konda qazish ishlari to'xtatildi. Ammo kavlangan joylar yer osti yo'llari kabi labirintga aylanib saqlanib qoldi. Bu mashhur joyda 6-7 million sobiq parijliklarning suyak qoldiqlari saqlanadi. 18-asrning oxirlarida qabristonlar murdalarga to'lib keta boshladi. Bu esa noqonuniy dafnlar va hatto ochiq qabrlar paydo bo'lishiga olib keldi. Qabristondagi nosog'lom sharoitlar tufayli tiriklar yuqumli kasalliklarga chalina boshladilar. Odam suyaklari qoldiqlarini yer osti konlariga ko'chirish yechimi topildi. Ko'chirish 1786-yilda boshlangan va o'nlab yillar davomida turli qabristonlardan suyaklar shu yerga olib kelingan. Parij katakombalari haqida har xil afsonalarda aytilishicha, yarim tundan keyin dafn etilgan joyda sirli bir hodisa sodir bo'ladi. Devorlar tom ma'noda gapira boshlaydi. Ammo siz yarim tundan keyin Parij katakombalarida bo'lsangiz, tanasiz ovozlar sizni ishontirishga harakat qiladi va katakombalarga tobora chuqurroq kirishga pichirlab chorlaydi, to siz tashqariga chiqib ketmaguningizcha.